$39-50 bambukoviy kir soladigan Pinduoduo'dan men 3 tasini $15 ga zakaz qildim. Bu narsalarning hammasi Pinduoduo, Taobao 16.88 dan Xitoydan Amerikaga kilosiga $2 ga kelgan. Taqisi yig'iladi-da. Zo'ra? O, boy bo'lar keldi Behroza qavatdilar. Ha, Behroza. Behrozaning ham narsalari kelgan, ular ham paket qotdi. Uning yuzalarini ko'ringlar. Amerikadan Xitoyga zakaz qilishni o'rgatamiz. Men bor yo'q $600 berdim. Bunaqa narx даже O'zbekistonda yo'q. Risumkasini qaranglar, prям chizilgan. Choklari ham shunaqa akkuratniy tikilgan. Hammaga salom. Bugun meni YouTube kanalimda ikkinchi vlog, yangi vlog. Men hozir Xitoydan olgan 68 kiloli posilkamni raspakovka qilib sizlarga ko'rsataman. To'g'rirog'i men to'g'risini aytaman, raspakovka qilib bo'ldim. Mana shu DJI kamerada sizlar bilan birga raspakovka qilaman deb kamerani qo'yib qo'ygandim, lekin nimadir noto'g'ri yoqilib qolibdi-da. O'shanga juda ham mutniy, xunuk chiqibdi ranglari. Raspakovka qilib bo'lgan bo'lsam ham sizlarga boshdan chiroyli kачествоda nimalarni olganimni hozir ko'rsataman. Sizlar, конечно, dosini ko'rishingiz kerak edi. Men dosini olgandim ham. Bu prosta kamerani cho'ta hali yaxshi tushunmayapman-da. O'shanga g'alati chiqib qopti. Boshidan men sizlarga ko'rsatib beraman. Shunaqa yoyilib yotibdi, chunki unpacking qildim, raspakovka qildim, xo'p. Hamma narsani botdan bu yoqqa oldim, endi botdan bu yoqqa olaman. Birinchi ko'rsatgan narsam mana bunaqa idish tavalarni qo'yishga aytgandim. Bundan ikkita aytdim. Mana shunaqa bo'ladi. Bittasini уже qo'yib qo'ydim. Ikkinchisini sizlarga ko'rsaman deb qo'yganim yo'q, sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p, keyingisi, keyin hozir sizlarga birinchi o'zi ko'rsatgan narsam pastelniy belyoda aytganman-da, ko'rsanglar xursandman. Bo'pti, pastelniy belyodan boshlay qolaylik. Amerikada yashirganlar biladi, prям bol bu narsa, bol. Amerikada normalniy pastel yo'q. Men Toshkentdan ko'chib kelayotganimda bor yo'g'i ikkita donami, yo'q 4 ta pastelni olib kelganman. Ikkita donasi yaxshi chiqqan, qolgan 4 tasi yaxshi chiqmagan. Bilishingiz uchun men 1 yildan beri shu pastellarni ishlatib kelayotgandim. Normalniy pastel topa olmayotgandim. 1 yildan beri ikkita dona pastelga ko'nib qolib ketgandi. Birinchisi shunaqa pastelni такой, shunaqa приятный, Tiffany rangi ochida, shunaqa anaqasi zo'r, prям ko'rsaga yoqadi massa. Uni razmerlarda adashmayman, yastida rosa chiroyli, yumshoq. Buni men hozirga bir to'la narxlari bilan ko'rsatib ketaman. Necha pulga olganimni, necha pulga narxlari bilan yuanda ko'rsataman deb bir ikkitalarini hisoblayman. Hisoblab sizlarga yuanda necha pul bo'lganini ko'rsatib beraman. Qolganlarini o'zingizlar hisoblab olasizlar-da, yuanda aytib ketaveraman. Hamma narsani ham hisoblab hammasini ko'rsatib bersam, vaqt ko'p o'tib ketib qoladi. Men sizlarga shuncha narsani hali ko'rsatishim kerak. Xo'p. Qani endi bu? Ha, mana bu pastellar, mana. Amnaqa tepasida qora bo'lsa, mana ko'rasizlarmi, tepasida qora bo'lsa, demak bu originalniy prodavets bo'ladi Pinduoduo'da. 262 yuanga zakaz qilgan ekanman. 262 yuan yili. Men primerni har doim 608 ga bo'laman, lekin kurs har doim har xil bo'ladi. Lekin taxminiy narxini bilish uchun 608 ga bo'lsanglar bo'ladi sizlar ham. $38 ga olman bu pastelni. Hozir bunaqa kачествоni Toshkentda $100-150 ga olgan bo'lardim men. Amerikada bunaqa pastelni yo'q, to'g'risi. Bularni hammasini yuvib yuvaman. Shuning uchun bu yoqqa orqaga qo'yib qo'yaveramiz. Oldinlari bilmayman nimaga yangi narsani yaxshi ko'rardim-da, yangi narsa, yangi kiyimlarni olishim bilan shartda kiyib olardim. Yangi pastelnilarni va yangi narsani kiydi yoqadi deb pastelnilarni qo'yib kiydirib, shundan yotaverardim. Bilmayman nimaga shunaqa qilgan ekanman. Mana obsujda chiqamaylar, iltimos. Yangi narsani kiydirib yaxshi ko'rardim-da, shuning uchun yuvmasdan shunda kiyib olardim, shunda taqib qo'yardim. Hozir hamma narsani yuvaman. Bilmayman, Amerikaga ko'chib kelganim ta'sir qildimi, chunki molda yurganimda qarayman-da, hamma qo'li bilan teyapti. Bu yerda juda ham natsionalistlar ko'p-da, hindlar bor, qoralar bor, koreyslar bor, prям butun dunyodagi odamlar bor. O'shaning uchun ham nima narsa olsam ham o'zimga ham, bolamga ham, uyga ham oldin yuvaman, keyin ishlataman. Oldinlar unaqa qilmasdim, tan olaman. Chunki yangi narsani keyin yaxshi ko'rardim, nima qilay. Keyin mana pastel, buni qaranglar, rangini prям это натуральный шок. Shoneli buni massa. Ikkita pastelga ko'nib qolib ketgandim. Shuning uchun bir to'la bo'lsa deb 6 ta pastel etganman. 8 etdim, ikkitasini atmay qo'yardim. Lekin 6 ta pastel etdim.
Toshkentdaligimda men pastellarni har 2-3 kunda yuvishni yaxshi ko'rardim-da. Yangi takoni yumush hidlari kelib turishini yaxshi ko'rardim. Lekin Amerikaga kelganimdan keyin bir haftada bir marta pastel almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki birinchi yashagan uyimizda kir mashina yo'q edi uyda. Shu Amerika uyiga men yomon qoyil qolmadim bor. Idishdan yuvadigan mashina borda, kir mashina yo'q. Hakata tak. Bu yerda ko'pchilik borib prachchilikda yuvadi. Lekin yangi olgan uyimizda kir yuvadigan mashina ham bor, quritadigan mashina ham bor, idishda yuvadigan mashina ham bor. Lekin idishda yuvadigan mashina menga uncha kerak emas. Kir mashina kelinim xullas mana shunaqa pastel oltita aytganman. Mana qaranglar asalligini. Bu ham gazeta mana shu 25, 30, 35 uzoq eng qimmat o'zi mana shu kokiyda $40 pastel. Maza qilaman endi har 2 kunda, har kuni almashtiramaydi. Har kuni yangi pastel dertaman. Svejiy hidni yaxshi ko'raman-da. Nima qilay? Shuning uchun ham bir yil mana prям bo'ldi. Travma qilib qo'ydi pastelni beli, ikkita pastelni beliga kunib qolib ketganiga birato'la 6 ta qilib yubordim mana. Mana qaranglar, rangini что за красота. Рисункасini qaranglar, prям chizilgan. Choklari ham shunaqa akkuratni tikilgan. Qimmat, qimmatga oldim. 200-300 yuvandi. Lekin dollarga qarasam $25-30 deb, voy, qimmat emas, zo'rlikka olmadim deb, birato'la berilib ketib qoldim. Endi nima qilay endi? Shunaqa pastel etdim. Mana yastolikini qani, вот. Qani, mana to'g'ri qilib qaranglar, xuddi chizilgan kartinka. Asalligini. Shunaqa endi pastelga to'ydim. To'ymadim, bilmadim. Xitoyda pastellar hammasi shunaqa zo'r, prям hammasini zakaz qilganlar keladi. Esimda bor edi, aytib o'tgan safargi vlogimda, birinchi YouTube'ga qo'ygan vlogimda hamma narsani narxini aytaman deb esimdan chiqib qoldi. Xullas, bu ikkinchi partiya 68 kilolik, birinchisi 119 kilolik partiyam edi. 119 ga 68 ni qo'shdim necha bo'ladi? Xafa bo'lmaysizlar. Tug'ganimdan keyin to'g'risi miyam dori bo'lib qolgan. 187 kilo ekan. Xullas 187 kiloga kilosiga $2 dan men $600 berdim. Mashinasining hammasini Pinduodu'dan zakaz qilganim $900 bo'ldi. Agar hozir men Xitoyga 187 kilo zakaz qilganimda, Xitoydan O'zbekistonga 187 kilo eng arzon kargo $6. $1122 bergan bo'lar ekanman. Agar O'zbekistondan zakaz qilganimda shuncha narsani, men bor yo'q $600 berdim. Bunaqa narx даже O'zbekistonda yo'q. O'zbekistonda keyingi pastelim bu endi ana nebesni голубой цвет. Buni ham kachествоsi shunaqa zo'r, yumshoq. Men pastellarimdan prям xursandman. Lekin xursand bo'lgan narsalar ham bor. Hozir ko'rsataman. Buni ham pastellarim uchun shunaqa zo'r keldi. Lekin yo'q, to'g'ri. Buni razmeri to'g'ri. Bittasini razmerini aytib qo'yaman. Lekin mana qaranglar. Maza qilib uxlayman endi. Uxlamayotgandim. Amerikada normal matras ham yo'q edi, ishoninglar. Lekin matrasni ham topdik. Xitoyga ham yo'lini topdik. Pinduodu'dan zakaz qilishi. Ana endi yashayapmiz desam. Жить qilamiz. Vau, pastelimni qaranglar. Yaltirashini ko'ryapsizlarmi? Materiali nerealniy material. Nerealniy yumshoq. Prям toza narsaligi bilinib turibdi. Xo'p, keyingi pastelim ham takoy $1 berang. Sizlarga hozir mashina razmerida adashimman. Yastig'ini chota neta qilib qo'yaman, lekin rangini qaranglar. Asalligini $1. Xudo xolasa $1 millioner bo'laylik hammamiz. Mana shu videoni kim ko'rib like bossa. Ha, mana. Это что за красота? Ладно, красота, качество bor. Qop-qora bo'lganda hamcha men buni olardim. Shunaqa yumshoq. Amerikada normal pastel yo'q. Nisisda ham xom gusti bilan qanaqadir tegi rezinkali jinnicha pastelli. Bitta yusanglar bunaqa bo'lib qoladi, qiyshiq xing'ir bo'lib. Voy. Mana shunaqa pastel etdim. Keyin mana o'zimga bunaqa koftachkalar etdim. Bu pastellarning hammasi $25-30 etdim. Emizadiganlar biladi-da, men ichida anaqasi bor. Neudobniy deb bilan anaqa для кормящих taqqim kelmaydi. U ham neudobniy. Shuning uchun mana shunaqa mayka etdim uyda kiyib yurishga. Bolani emizishga ham udobniy bo'ladi. Bu где-то $2, bu $3. Ha, mana ham pastelligim bor etgancha. Mana shuncha pastelni aytasizmi, Gulxoya desanglar mumkin-da. Maza qilaman endi. Buni ham ko'rdinglar, razmerini notar etib qo'yaman. Nima edi? Toto kачествоsi zo'r. Bu naturalniy xlop. Bu ham naturalniy sholk edi, bu naturalniy xlopok. Bu 100% kачество katushka bo'lmaydi. Ko'rasizmi? Bularni hammasini yuvaman. Mana qanaqaniki, ko'rpaniki.
Voy, zo'r. Buyursin menga. Hozir sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. YouTube'imdagi odamlarga voy. Unaqa o'tirib xafa bo'lmasdan oyoq borib ketdi to'g'risi. Bola tug'ilgandan keyin belim emas, meni bel anaqam tizzam og'riydigan bo'lib qolgan. Mana bunaqa narsani aytganimga qarayli nima bu Gulhayo. Amerikada yo'qmi shunaqa shirtkali? Xullas, mana o'rtog'im borlar, Behroza, ular bilsanglar kerak, ammo sizlarning rilsinglarda ko'p odam rilsida chiqqanlar. Floridada yashaydilar. Ular bilan shunaqa kurs qilmoqchimiz-da. Mana shu Xitoydagi narsalarni Xitoydan Amerikaga zakaz qilishni o'rgatmoqchimiz. Tilashinglar mumkin. Ko'pchilik даже yozyapti ham. Voy biz zakaz qilishni bilamiz, sizlar qanaqa olib keltirdilar? Undan ko'ra logistani beringlar deb. Logistani o'zini bera olmaymiz. Shunaqa kurs qilamiz dedi. Xullas ikkalamiz mehnat qilib, birga tayyorlayapmiz, kurs ustida ishlayapmiz. Amerikadan Xitoyga zakaz qilishni o'rgatamiz. Bular bu narsalarning hammasi Pinduoduo emas, AliExpress emas, Shein emas. Voy, Pinduoduo masalan, notarit qoldi o'zi. Bu narsalarning hammasi Pinduoduo, Taobao 1688 dan Xitoydan Amerikaga kelasiga $2 kelgan. Kursimizda sizlarga mana shunaqa zakaz qilishni Amerikadan Xitoydan Amerikaga uyingdan tegib, eshigidan tegicha olib kelib berishni biz как бы kurs deb o'rgatamiz. Bu narsalar Temu emas, AliExpress emas, Shein emas, Xitoyga o'zini platformasidagi narsalardan biz zakaz qildik. Mana rasmlari ham turibdi. Biz u Telegram kanaliga qanaqa zakaz qilish, qanaqa adres kiritish, amerikanskiy kartani qanaqa qilish. Boy-boylar keldi, Behroza qilyaptilar. Ha, Behroza. Xayol nima qilish? Videomi, YouTube'ga tushyapsiz. Ana hozirni narsalarni. Behrozani ham narsalari kelgan, ular ham paket qilib, uning ham videolarini ko'ringlar. O'zi anaqa ikkalamiz collab qilamiz-ku. Да, ikkalamiz qilamiz. Mana buni qaranglar, gostovinishni, постельный bелье zo'r keldi. Ko'rsiz hozir Behroza, mana birinchi video oldim-da, ham paket qilayotganda konstruksiyasini noto'g'ri qilib qo'ydim. Shunaqa seri, shunaqa xunuk kadr chiqdi. Hozir o'tirib ochgan narsalarimni boshidan ko'rsatyapman odamlarga. Endi xunuk kачествоni ko'rsatmayman, xunuk kачествоni qo'ymayman. Lekin unpacking emas, endi razbor bo'ldi. Nimalarni zakaz qilganimiz, sizlar bilan birga razbor qildik. Unpackingdagi videoim juda xunuk chiqdi. U kачествоni to'g'risi qo'ysam sizlarga yoqmas. Shuning uchun mayli deb boshidan ularga ham ko'rsatib beryapman. Shuning uchun sabrimchidan ochib tashlaganman yarim narsalarimni. Unaqa qilmang, unpacking qiling. Qilaman, ko'rsataman, ochib tashladim. Chunki ham bilishim kerak deyman. Xullas, Behroza hamma narsa yarimini уже ochib bo'ptilar, mayli. Ular ham lekin YouTube kanallarida sizlarga ko'rsatadilar. DJ zakaz qilganda Behroza ham. DJ deb ko'rasizlar, chitrikada ularning ham kadrlarini. Xo'p, mana bu narsa. Endi uyimda qilishyapti shu paytda. Mana bu narsa постельный bельеlarga organizer. O'zi ham 8 ta aytdim-man. Behroza shunaqa ko'p ketdi, shunaqa ko'p e'tiborim 6 ta ham yetardi menga, shuncha ham yetarmi? Mana sizlarga ko'rsatay qanaqa bo'lishini. Narsa yetmay qolmaydi-da, endi hammasi bir xil bo'ladi dedi. Hamma narsa bir xildir. Gapirmang. Onang Xitoy, otang Xitoy. Xullas, mana shunaqa organizer, qani yana ko'rsataman. Постельный bельеlarga. Amerikada bilmayman nimaga, uylarida shkof yo'q, ularda faqat closet bor, veshelkaga kiyimlarni ilib qo'yasizlar bo'ldi, tortmalar yo'q, polkalar yo'q. O'shaning uchun ham menga prям bo'l bo'lgani uchun ham постельный belyolarimni o'zigam alohida idish etdim. Uni keyingi vlogda ko'rsataman. Uyimni birga organizatsiya qilamiz. Qanaqa solinishini, постельный belyolarni chiroyli qilib yasatamiz. Anaqani aytib hozir kursda Behroza. Narsalarning narxini solishtiryapman-da. Men kir soladigan aytdim-ku, bambukovый. 3 tasini. O'shani 3 tasini hozir 3 tasini ko'rsatib oling, biligim 3 tasini $15 ga olgan ekanman. 3 tasini $15 bu unaqa og'ir emas-da, yengilda, ko'rsangiz. Anaqa yig'ilib kelar-ekan. Yig'ilib keladi, вот именно-da. Mana ko'ringlar. 3 tasini 105 yuanga oldim. 105 yuan ila taxminan aytaman men. 105 yuan ila $15. 3 ta bambukovый kir soladigan men $15 ga aytdim. Endi men nima qildim Behroza bilasizmi? Biz mana Amazonda просто mana foto poysa qilsangiz bo'ladi, bilasizmi Amazonda mana. Hello. Alo. Ovozlar o'chib qoldi. Xullas, mana Amazonda poysa qilsanglar, mana eng arzoni $29 turibdi, mana shu kir soladigan.
29, 39, 50 dollar bambukaga kir soladigan Pinduoduo'dan men 3 tasini 15 dollarga zakaz qildim. Endi eng qizig'ini men sizga yozib ko'rsataman. Mana savatni men Pinduoduo'dan 3 dollarga zakaz qildim. U ham yengil, og'irmas. Kilosiga men 2 dollar ham bermaganman. O'zi 3 dollarlik narsa. Hozir Amazonda nechligini ko'rsataman sizga. Ikkitasini men 6 dollarga olgan bo'lsam, bu yerda 3 tasi 49.99 dollar turibdi. 50 dollar. 50 dollar mi bu? Mana 49 dollar. 49.99 sent endi 50 dollarda necha bilaman boradi boru. Amazondagi 50 dollar turgan savatni men ikkitasini 6 dollarga, bittasini 3 dollarga oldim. Bu juda ham yengil, 1 kilo ham emas. Kilosiga men darja 2 dollar ham berganim yo'q. Bularni chiroyli qilib bunaqa vannamga yasatib qo'yaman deb. Mana aytgancha bu ham keldi. Mana men anaqaga qo'yaman. Vannamga qo'yaman. Ustiga Dyson'ni ato xonamdan vannaga Dyson fellarimni tashlashga qiynalyotgandim. Mana shuni ustiga chiroyli qilib qo'yaman, organizatsiya qilib Dysonlarim. Ularni ham sizlar bilan birga organizatsiya qilamiz. Vannamni eng menga yoqqan narsani nimaligini ko'rsatgan mana shu Ulanzidan shtativ men zakaz qildim. Hamma maqtayirdi-da. Nimaga buni maqtayapti? 15 dollarga shtativ oladimi derdim-da. Lekin qizlar ishoninglar, bu shtativ bu shtativ o'zini shunaqa oqladi, shunaqa xursand bo'lib ketaman. Menimcha makseflida yopishmasdi deyman. Nechta anaqa olgan bo'lsa shtativ telefonim tushib ketardi. Ostiga zo'r narsa ko'rsataman, qaranglar. Taqsa yig'iladi-da. Zo'r-a? Mana sizlarga telefonim qanaqa yopishishini ko'rsatish, sizlar ko'ringlar. Telefonim tushib ketmayapti. Mana hech qanaqasiga telefonim tushmayapti. Haqiqatan ham o'zini oqlagan pakopka bo'ldi. Shunaqa xursandman. Blogerlargacha, ammo ishini yengil qiladigan narsa olsa shunaqa xursand bo'lar ekan. Endi men blogerman, tipa o'zim bloger desam bo'ladimi? Xullas, mana shu shtativ, mana shu, mama ham qolib ketdi. Men bundan 3 ta etdim. Ikkitasini qo'yib qo'ydim. Prosta hozir idishtovlarim bardak turmasin deb qo'yib qo'ydim. Lekin sizlar bilan birga keyingi vlogimda uyimni chiroyli qilib yasatamiz, ko'rsataman. Xullas, shundan ham etdim. Tak. Yana nima qolib ketdi? Gilam. Mana. Mana. Vannaga gilam etdim. Orqasiga suv o'tmaydi. Shunda suvni shimiradi-da. Mana oddiy gilam solib qo'ysanglar sasib ketadi-yu. Vannalar bu sasimaydi prям. Shuningdek, shu zo'r emas. Men, конечно, yuvish kerak. Endi jit qilaman, mazza qilib. Uyinglar порядка tursa, hamma narsa joy-joyida tursa, odam mazza qiladi, yashagisi keladi-yu. Men shunaqa yashagim kelyapti-da endi. Xo'p, yana nima qilib ketdi sizlarga ko'rsatmagan mashinaning tagida. Xullas, shunaqa bo'ldi ekan. Pastelni belov og'ir keldi. Endi og'ir qanaqa 2-3 kilo, lekin 2-3 kilo bo'lsa ham kilosiga necha pul? Даже 6-8 dollarda. Xullas, mana shu narsalar unaqa qimmat emas. Xitoydan Amerikaga unaqa narxga yo'q. Faqat bizani kursimizda bo'ladi. Kimga xohlasa yozinglar Telegram kanalga. Men tagida yozib qoldiraman. Biz yana shunaqa narsa qilyapmiz. Misol uchun bir xilgina biladi zakaz qilishni, bir xilgina bilmaydi. Biz podrobniy video uroklar qilib, qanaqa zakaz qiladi, Amerikaga qanaqa kirgiziladi, logistlar bilan qanaqa gaplashadi, hammasini og'zingizga chaynab, chiroyli qilib samolyot qilib qo'yamiz. U yog'i o'zingizga qolgan narsa. Agar shunda ham yo'q, men qiynalaman, menga o'rgating, men tushunmayapman deydigan odamlarga, даже tushunmasanglar ham, yo'q men tushunaman, lekin qanaqa fabrika tanlashi, prodavistlarni qanaqa tanlashi bilmayman desanglar, bizda konsultatsiyamiz ham bo'ladi. Men bilan yoki Behruza bilan konsultatsiya qilasizlar 1 soatda. Hali pulini o'ylaganimizda necha pul bo'ladi? Sizlarga polniy birga zakazinglarni boshidan oxirigacha zakaz qilishni ko'rsatib qo'yamiz. Logistika qanaqa yoziladi, qanaqa adres so'raladi, adres qanaqa gaplashiladi. U narsa kanalda ham bo'ladi. Agar tushunmasanglar, конечно, video vizitda sizlar bilan gaplashib ko'rsatib, hammasini Prodavец magazin tanlashlarni o'rgatamiz. Birga sizlar bilan gaplashamiz. Agar gaplashishni xohlasanglar, bilasizmi? Yangi platforma bo'lgani uchun menga YouTube juda ham yoqyapti. Prям YouTube'ga video olaman deb xursandman. Instagramda, to'g'risi Instagramga qizlar xafa qilishyapti. Tanishlarim nomayli. Eng yaxshi ko'rgan platforma hozir mana YouTube, TikTok kanal, Telegram kanal. Mana qolib ketibdi. Anaqa kiram ekan qildim. $1. $1 emas.
Saksonda chidaram sent. Ha, yana bitta narsa aytmoqchiman. Esimdan chiqib qolibdi bu narsani ayting. DJI o'zi kitayskiy как бы brend ekanda. Men DJI kameramni ham xo'jayinim bilan biz birga Xitoydan zakaz qildik. Hamma logistlar olib kelmaydi bu narsani, chunki DJI bitta logistga yozsam yoma olib keltirib bera olmayman dedi. Faqat meni o'zimni lechniy mashinasidan olib kelgan logistim kamerani olib kelib berdi. $40 men bir $50 olib kelib berdi. 7 kunga keldi. 7 kun Xitoydan Amerikaga DJI kameram 7 kunda keldi. $50 atiga. Shunaqa qilib sizlar ham agar zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, yozinglar. Kursimizda xudo xolasa bugun erta tayyor bo'ladi. Sizlarni qo'shaman. Поддержка qilsanglar xursand bo'laman. Пока. Kim turdi? Kim turdi? Sochimni. Voy, kim turdi? Oy, sen paqin qilyaptilar.